Odatda 100 yillik imorat, 100 yillik daraxt yoki 100 yillik noyob eksponat deb ko'p gapiriladi. Ammo 100 yillik odam degan atama qo'llanilmagan. Shunday bo'lsa ham sanoqli kunlardan keyin 100 yoshga kirayotgan davlat va jamoat arbobi Sovet zamonida uzoq yillar Qoraqalpog'iston Respublikasining birinchi rahbari bo'lib ishlagan, hayoti quvonch va tashvishlarga to'la inson Qalbek Kamolovga nisbatan 100 yillik odam degan atamani qo'lladik. Qalbek Kamolov 2 asrdan buyon yashayotgan va juda ko'p voqea hodisalarning bevosita guvohi bo'lgan tarixiy shaxsdir. Demak, o'tgan 100 yillikdagi hayot manzaralarini Qalbek Kamolovning xotiralarini tinglab kuzatamiz. Men 1926-yili 18-martda Aral dengizining bo'yinda Balıqçılar semiyasında Terbenbes degan yerda dunyoga keldim. Mening atam Kamal Nurjanov degan bir ajoyib inson edi. Arabcha savati bor edi. Medresada o'qigan edi. So'ng shu o'g'il Nefes Bolis deganning sekretari bo'ldi. Shahmat Bolis deganning sekretari bo'ldi. Sonra etib yer boshqaruv ishini qatnashdi. So'ningdan atam menga durust tarbiya berdi. Mening kelajagimni o'ylab, men haqimda ko'p gaplarni aytib, menga ataliq maslahatini berdi. Mening anam Qalli Xo'roz degan anam edi. Shular suluv kelinchak edi. Tuberkuloz bilan og'rib 5 bola ko'rdi. Men so'ng 4-bolasiman. Men 5 yoshimda anam dunyodan o'tdi. Mening inim Fazilbek degan 2 yoshimda. So'lay etib bizlar yosh vaqtdan boshlab yetimlikda bosdan o'tkazdik. Xalqning naqli bor. Anali yetim, zo'r yetim, atali yetim, qo'r yetim degan. Men atali yetim bo'ldim. So'lay etib dunyoning qiyinchiligining hammasini boshdan kechirdim. Yetimlikning har oni, har kuni og'ir. Ayniqsa, onadan erta ajralmoq qalbda og'ir jarohat qoldiradi. Onam suluv kelinchak edi. Undan keyingi hayotim ma'nisizlik olamiga g'arq bo'ldi go'yo deya Qalbek og'a bejizga eslamayaptilar. Onadan ayrilmoq kamlik qilganidek, o'tgan asrning 30-yillardagi sun'iy ocharchilik avjiga chiqqan paytga to'g'ri keldi uning bolaligi. Shunday bo'lishiga qaramasdan maktabga qatnab bilim olishga kirishdi. Mutlaqo sharoiti yo'q eski maktablarda o'qidi, ammo barcha fanlardan a'lo baholar olib 9-sinfni bitirdi. Shuning uchun maktabda bir necha fanlardan dars berdi. Undan tashqari 3 ta jamoa xo'jaligini birlashtirgan Ovul sovetida savodli odamlar yo'qligi uchun yosh Qalbekni Ovul sovetiga kotiblikka ham ishga olishdi. Otasining taklifi bilan 1945-yilda Nukus shahridagi pedagogika institutiga o'qishga kirdi. Pedagogikada hamma diyorli gazetlarni chiqarib, lozunkalarni yozuv boshqalari mening mo'ynimga cheklandi. Pedagogikada bitirgandan keyin Komsomol komitetining sekretari bo'lgandan keyin Obkom Komsomolning birinchi sekretari Mirzaga Qadimov degan menga kelib ko'rib, mening bilan so'zlashib, Obkom Komsomolning kadr bo'yicha sekretar sayladi. Qalbek Kamolovning hayot yo'lida ham ko'p yaxshi insonlar unga yo'ldosh bo'ldi. Ayniqsa, viloyat yoshlar firqasida ishlayotgan paytida og'ir kasallikka chalingan kezlar buni his qildi. Avval Nukus, keyin Toshkentdagi shifokorlar ko'rigidan o'tkazilib, davolanish uchun Qrimga jo'natildi. 2 oydan so'ng to'liq sog'ayib Nukusga qaytdi. Undagi harakatchanlik, iqtidor, boshlagan ishini oxiriga yetkazmaguncha to'xtamaslik fazilatlari tufayli lavozim pilla poyalardan yuqoriga ko'tarila boshladi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda boshqa joylarda bo'lgani kabi Qoraqalpog'istonda ham odamlarning turmush kechirishi og'ir, yegulik topmoqning o'zi mushkul, shahar va qishloqlar abgor ahvolda edi.
Ana shunday murakkab davrning o'zi yetuk insonlarni jamiyatni oldingi saflariga olib chiqadi. Ajab emas, Qalbek Kamolovga o'xshagan shaxslar ham o'ta og'ir hayotning mahsuli sifatida maydonga chiqqandir degan fikr hayoldan o'tadi. Ulug' insonlarni tarix yaratadi deganlaridek, 20-asrning boshida dunyoga kelib, 21-asrda ham sizu bizga zamondosh bo'lib yashayotgan Qalbek Kamolov ham yirik siymolar qatoridan o'rin oldi. Lekin u bu darajaga bir sakrab erishgani yo'q. Juda ko'p millatlari yashaydi Qoraqalpoqda. Qoraqalpoqda boshqa o'zbeklar bor edi, turkmanlar bor edi. Shu millatlarni birga yashash uchun, shu millatlarni urf odati yo'qolmasin uchun Qoraqalpog'istonda o'sha Qalbek Kamolov juda ko'p harakatlar qilib, shu millatlar o'ssin, shu millatlar o'zini urf odatini yo'qotmasin degan ishlarni qilgan. Do'stlik markazi tuzgan edi. O'sha yerda Qalbek Kamolov bekorga taklif qilmadi, tashkil qilmas edi. O'sha yerda olingan bilimlarini, o'sha yerda olgan yangiliklarini, o'sha yerda dunyoda bo'layotgan hamma narsalarni xalqqa yetkazardi. Hamma shu tashkiliy ishlariga bosh bo'lib, shuga qarab ko'tarib yurardi o'zini. Qoraqalpoq emas, o'zbeklarni ham hamma millatlarni. Shu o'rinda Qalbek Kamolovning mehnatini aytmoqchiman. Qalbek Kamolov endi birinchidan Qoraqalpog'iston Respublikasini shu juda qiyin ahvoldan, juda qaloq ahvoldan mana hozirgi darajasini olib kelgan odam Qalbek Kamolov. Bu odamdek tinib tinchimas, bu odamdek insoniy fazilatlari juda zo'r insonni topish qiyin. Shu darajada kamtar shunday bo'lishini qaramasdan. Har bir elning tarixiga nazar solsak, davrni, jamiyatni, shu davrda yashagan insonlarni ko'z oldimizga keltiramiz. Shunday insonlar bo'ladiki, o'zining hayoti davomida faqat eli uchun, o'zi tug'ilib o'sgan ota makoni uchun, xalqi uchun, uni ertangi kuni, kelajagi uchun juda katta savobli ishlarni ishlagan bo'ladi. Mana shu davrlarning sahifalarini varaqlab boshlasak, biz Qoraqalpog'iston yurtida Qalbek Kamolovning hayotda tutgan o'rni alohida ekanligini hamisha e'tirof etamiz. 1980-yillarning boshi men rayon gazetasida bosh muharrir paytimda Qalbek og'a tez-tez To'rtko'l tumaniga kelib turar edi. Va Qalbek og'aning har kelishi bizlar uchun yangi bir hayot maktabi singari bo'lar edi. Chunki Qalbek og'a odamlar bilan muomalasi, suhbati, katta bir zallarda yig'ilish o'tkazmas edi. Hamisha dala boshiga kelib, dehqonlar bilan uchrashib yoki birorta seminar bo'ladigan bo'lsa, shu yer masalasidami, suv masalasidami, qaysi masala bo'lsa ham, qurilishmi, sanoatmi, hammasini shu ishning boshiga borib, birga mutaxassislar bilan, xalq bilan birga borib shu masalalarni hal qilishga harakat qilar edi. Qalbek Kamolov Qoraqalpog'istonga birinchi rahbar etib saylanganida bor yo'g'i 35 yoshda edi. Hali hayotiy va bilim darajasi to'liq shakllanmagan, katta o'lkani boshqarish, uning o'tirib qolgan iqtisodiy ahvolni yaxshilash uchun esa juda ko'p narsalar talab etilar. Ammo uni qanday hal qilish yo'llarini topish muammo bo'lib turgan bir paytda o'zi bilan bir vaqtda Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisi bo'lgan Yerajab Aytmuratov ikkalasi bor vaziyatni qog'ozga tushirib, Toshkentga Sharof Rashidovning huzuriga keladilar. O'shanda O'zbekistonning birinchi rahbari bo'lib ishlayotgan Sharof Rashidov ikki qoraqalpoq o'g'lonlarni qanday qabul qilgan ekan degan savolga Qalbek og'aning javobi shu bo'ldi. Ne qilishimiz kerak? Ko'p o'ylandik. Xat yozib Sharof Rashidovning oldina bordik. Sharof Rashidovning oldina borib, men aytdim, Sharof Rashidov, men 35 yoshda, mana 33 yoshda bizde tecrübemiz kim? Bizler jas balamiz. Bizlerge yardım vermezseniz olmayız deb 1000 traktör, paxta traktör. 2000 paxtanın arasını istev paxta traktör. 250 ekskavator soradık. Bizler de jaslap tınladı.
Qalbekjon dedi, Qarabağ o'zalida bir xalq dedi. Bu xalqni jadayini ko'tarmasak, ham ma'an ham sizga yuk bo'ladi. Shuning uchun Qarabağ xalqining ekonomiyasini ko'tarmasak, xalqni qiynab olamiz. Shuning uchun yerning ekonomiyasini ko'tarib, paxtachilikni rivojlantirishga men yordam beraman dedi. Bir hafta o'tgandan keyin O'zbekiston Markaziy komitetining Ministr Sovetning qarori chiqarib, Qorabostonga 1000 paxta traktor, 2000 papashli traktor, 200 ekskavator beruvga qaror chiqdi. Her oyda iloji bo'lsa 2 marta, juda bo'lmaganda 1 marta kelib turadigan edi. Qosim Nurumbesh bilan. Sharof Rashidovichni olib keladigan edi. Yilida 2 marta keladigan edi. Sharof Rashidovich. Ana shu odamlarning xizmati bilan mana 4 yilda Jambos qala massivi, mana bu yerda 50 qala massivi ochildi. Qalbek Kamolov bilan Sharof Rashidov ular nima bog'lagan? Mehnat tufaylimi? Eng asosiysi mehnat. Mana shu Qoraqalpog'istonda qaloq bir elda qaloq bir elni yuqori darajaga olib chiqish jarayonidagi Qalbek Kamolovning qilgan mehnati. Bu kishining tanlagan kadrlari, kadr tanlash uslubi, metodikasi hammasi Sharof akaga yaqqan. Mana misoli rayon partiya komitetining birinchi sekretarlarini asosan sovxoz direktorlaridan chiqqan kadrlarni qo'ygan. Eng kadrni mana shu qishloq xo'jaligi sohasida umuman insonlar bilan ishlash sohasida xo'jalik rahbari, mana burun kolxoz raisi, sovxoz direktori bo'lib ishlagan odam pishadi. Hamma narsani shu odamlar boshidan o'tkazgan bo'ladi. Shuna mana Sharof Rashidovning o'zi shu tanlov, kadr tanlash masalasini bo'ylagan, zo'r deb bo'ylagan haqiqatda vaqtida. Tanogan. Qalbek Kamolovning mana shu kadrlarni tanlashida o'zini fikri bor edi. Mana shu birov katta bir xato qilsa, katta bir ошибка qilsa, juda chuqur shu odamni o'rganar edi. Он говорил, а есть так, вот ошибки, снять, убрать, нет. Он говорил, вот эти преимущества у него есть. Если эти преимущества перевешивают недостатки, он прощал на время. Ko'prik qurib suv keltirgan, to'g'onlar barpo etgan, yo'llar qurganlar elda aziz bo'lgan. Qalbek Kamolov Amudaryo suvidan foydalanish, unga to'g'on va ko'priklar qurib, elning azaliy muammolarini yechishga bosh qo'shgan oqsoqol sifatida ham tarixda nom qoldirdi. Siz o'ylang, agar o'sha ko'pir shunday salinmaganda, ham u shunday muddatidan burun bitmaganda, bugun Qoraqalpog'istonda turmush qanday bo'ladigini men ko'z oldimga keltira olmayman. Mana sondan beri o'sha ko'pirni barliq qismidan suv to'planadi gidrouzilga, suv to'ldiriladi, baharda barliq kanallarga bo'lishtiriladi suv. Mana Qalbek Kamolovning yosh vaqtida eng dastlabki ishlagan, sho'lkomlashtirgan, boshida yurgan ulkan жұмысы ham Qoraqalpog'istonning kelajagini qilgan o'sha жұмыс. Bu Qoraqalpog'iston xalqining usiydi qalb bo'lib bizning yasab qoluvimizga agar sol ko'pir bo'lmaganda 5 yil qatorida suvsizlik bo'lsa, ya avul xo'jaligining nesini o'zga to'g'ri keladi. Ya suvli yerga qarab ko'chib o'tira keladi. Qattiq qiyin ahvol edi. Sondan beri shu ko'pir sonda etib xalqimizga xizmat qilib keltiribdi. O'sha kezlari Qoraqalpog'istonning uzoq tumanlaridagi obodonchilik va bunyodkorlik haqida gapirmasa ham bo'ladi. Chunki Nukus shahrida yashash uchun kerakli sharoitlarning o'zi yo'q bo'lgan bir paytda tumanlarda uni yaratish haqida so'z bo'lishi mumkin emasdi. Nukus shahridagi chang tuproqli yo'llarni asfalt qilish Qalbek Kamolovni rahbar sifatidagi eng muhim vazifalardan biri bo'ldi. Shuning uchun Nukus shahri bilan bog'liq rejalar tuzdi. Uni O'zbekiston Kommunistik partiyasi rahbari Sharof Rashidovga yetkazdi, vaziyatni tushuntirdi. Natijada Nukus shahri va tumanlarning obodonchiligi uchun katta miqdorda mablag'lar ajratildi.
Asosan paxtachilikka ixtisoslashgan Qoraqalpog'istonda meva, sabzavot, sholi, chorvachilik kabi tarmoqlarni rivojlantirish uchun ham Sharof Rashidov rahbarligida jiddiy e'tibor qaratildi. Odamlar uchun kerakli oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish yo'lga qo'yildi. Rashidov peshta odam. Hech qanday yo'q. Hech zamonni qilmadim. Kadrlar aytarmidingiz? Buni qo'ying lavozimga, buni qo'ying desa qo'yarmidilar o'sha kadrlarda? Qamalib O'zbekistonning kadrlari qo'yuvini Rashidov aralashtirdi degan gap chiqadi. Bu gap noto'g'ri. Men hech vaqtda uning fikrini, kadrini men aralashmadim. Ruhun odamning жұмысына aralashsang, u gunoh bo'ladi. Alisher bobomizning so'zi bor. Bilmaganin so'rab o'rgangan o'zini olim, bilmaganin so'ramagan o'zini zolim. Paxta planda o'rlagan brigad, paxta planda o'rlagan kolxoz boshlarının ustoz oldik. Sonra usul öğrendik. O'zimiz öğrenip keyin onu xalqqa taratib masalasini amalga oshirdik. 21 yil yerga boshi bo'lsak, 18 yilda paxta planda o'rladik. 150 ming, 160 ming tonna paxta berasiga yilda 1979-yilga kelib 450 ming tonna paxta 3 martaga ko'paydi. Men o'zimga 3 kishini ustoz deb qabul qilganman. Birinchi ustozim Qalbek Kamolovich. Ikkinchi ustozim bu İsmail aka Jo'rabekov. Uchinchi ustozim Qosim Nurimbetov, shu vaqtdagi 4 rayonning birinchi sekretari raykomi. Bular haqiqiy ustozlar. Bu Qalbek Kamolovichning endi mana kadrlara, insonlara, birga ishlashadigan odamlara munosabati, hurmatining chegarasi yo'q odam. Men bir narsada endi misol. Direktor savxoz paytimda bir kelib qoldilar. Menda bronxit bor. Shu yo'talib hech qanday yuradigan imkoniyatim bo'lmay turgan payt ekan, kelib yani shu mashinaning yonida pomochnik turib edi, chaqirdi. Sanovyatsan chaqir olib borib yotqizsin dedi meni. Больницаga. Men aytdim, endi Qalbek Kamolovich, men ertalab boraman o'zim dedim. Bo'lmasam ertalab borasan dedi. Men ertalab borsam, shu kasalxonada joylar tayyor. Hammasini taqlab qo'yibdi. 60 yillik savxozni direktori uchun deb. O'zi kechqurun telefon qildi shu kuni. Men borib yotdim. Qani yotdingmi? Yotdim. Bir kun turib, bir kun zvonok qiladigan edi obkom birinchi sekretari. Bizlar shu ishni qila olmadik. Bizlarning qo'limizdan kelmadi shunday ish. Endi Moskvaga tez-tez boradi-ku ular. Hammaning kasali qandayligini biladigan edi bu odam. Kolxoz raisi, raykom sekretarlarining. Bir chamadon dori ko'tarib keladigan edi shu yoqdan. Haligi SKKPSSning aptekasidan bu yerda topilmaydigan dorilarning hammasini olib kelib shu yerda tarqatadigan edi keyin. Bunday narsalarni ham qilavermaydi. Endi Qalbek aka haqiqatda eng davrining bir zabardast, xalqparvar, shu hayotni yaxshi tushunadigan, elning, xalqning taqdirini chekishga bir amaliy yordam qiladigan rahbar edi. Meni obkomga chaqirdi. Sentyabr oyida. Qalbek aka aytdi, shu dedi, shurda yangi yer dedi. Shu yoqqa seni dedi, ma'qulladik dedi. Hammamiz maslahatlashdik dedi. Yangi yerga borasan, yangi yerda ish ham qiyin bo'ladi, ish og'ir bo'ladi, shu og'irlikqa chidaydi. Shu yoqqa borsa bir natija bo'ladi-ku deb bir yaxshi niyat bilan dedi, seni shu yoqqa ma'qulladik dedi. Biroq seni bu yoqda yolg'izlatib qo'ymaymiz. Baribir shu bir ko'zimiz senda bo'ladi. Shuning uchun shu yoqda el qilish uchun, yurt qilish uchun hammamiz g'ayrat qilib, hammamiz dedi shu birgalikda bo'lamiz, shu seni yolg'izlatib qo'ymaymiz dedi. 74-yili shu fevralning oxirlari, martning 1-10 kunligida Qalbek Kamolov keldi. Katta jinoyat o'tkazdi. Jinoyat o'tkazib odamlar bilan söylashdi. Bu yerning o'tmishi,
xonliqlar haqında, bu yerning bir obod yerli bo'lganligi haqında, bu yerda dehqonchilik zo'r bo'lganligi haqında aytdi. Bu yerning ertangi qanday bo'lajagi haqında aytdi. Şöyle söylep turgan vaqtında aytdi, al dedi. Bu yerga Xudoy qaragan yer dedi. Xudoy qaragan yer oxiri obod bo'ladi. Shuning uchun dedik, hech qo'rqmang. Qo'ldan kelgan yordamni qilamiz. Bu yerga kelgandan so'ng hammangiz obod bo'lib ketasizlar. Shuning uchun qo'rqmay kelavering deb turib, biroz yaxshi gaplarni aytdi. Xolibek Kamolovning shu so'zi odamlarga bir qandaydir bir ruhiy tetiklash bo'ldimi, qandaydir bir ta'sir qildi. Bir ko'chib keluvchi ko'payib ketdi. Aytganimdek, hosil ham mo'l bo'ldi, bog'lar ham zo'r bo'ldi, odamlar ham bir obod bo'ldi. Qariyb chorak asr rahbarlik lavozimida ishlagan, elning ardoqli farzandi deya e'zozlangan Qallibek Kamolovning atrofida noxush voqealar keza boshladi. O'zbekistonning o'sha paytdagi birinchi rahbari Sharof Rashidov vafotidan keyingi voqealar haqida so'z bormoqda. Qallibek Kamolovning el xizmatida memuar asarida yozilishicha, 1983-yilning noyabr oyida O'zbekistonga Rashidovdan keyin Inomjon Usmonxo'jayev birinchi rahbar etib tayinlandi. O'sha oyning oxirida byuro majlisi chaqirildi. Unda O'zbekistonning 6 million tonna paxta rejasini bajarish uchun Qallibek Kamolovga rejadan tashqari yana 50 ming tonna paxta yetishtirish topshirig'i beriladi. Lekin bizda 50 ming tonna paxta topshirishning iloji yo'q deb javob berdim. Shunda Usmonxo'jayev va Asitrovlar menga malomat toshlarini yog'dirdi. Qayerdan bo'lsa ham aytilgan paxtani topib berasan degan qat'iy talab qo'yishdi deydi Kamolov o'z xotiralarida. Xullas, Asetrov bilan Usmonxo'jayev tomonidan Qallibek Kamolovga qo'shimcha 50 ming tonna paxtani bajarish bilan bog'liq tinimsiz telefonlar bo'ladi. Har kun erta tongdan Qallibek Kamolovga nima bo'lyapti, 50 ming tonnani bajaryapsizmi degan hatto do'q po'pisalar ham qilina boshlaydi. Lekin Qallibek Kamolov ana shu buyruqlarni bajarishdan bosh tortadi. Ana shu holatlarni ko'rgandan keyin albatta har birimizdan bir o'y o'tadi. Demak, qo'shib yozishlar bo'lgan ekanda. Chunki agar yo'q joydan demak talab qilinyaptimi, demak bunda qo'shib yozib bajarasan degan ishora bo'lgani rostga o'xshab ko'rinyapti. Kreml 6 million tonnani so'zsiz bajarishni talab qilayotgan edi. Shunday paytda tabiiyki qo'shib yozish bo'lgan degan xulosaga kelamiz. 84-yilni iyul oyida demak Qallibek Kamolovga bo'lgan munosabatlar jiddiy yomonlashadi va Toshkentdan Usmonxo'jayev qo'ng'iroq qilib tezlik bilan yetib kelishni va navbatdagi o'z firqani byuro majlisi bo'lishni aytadi. Byuro majlisida ishtirok etadi va Qallibek Kamolov bilan bog'liq birorta gap so'z bo'lmaydi. Lekin majlis oxirida Usmonxo'jayev Qallibek Kamolovich meni kabinetimga kiring deb ishora qiladi. Kabinetga kirganda Usmonxo'jayev va Asitrovlar o'tirgan edi. Shu o'rinda ikki og'iz Asitrov haqida. O'z Komparqaning ikkinchi rahbari bo'lib ishlagan Asitrov Sharof Rashidov olamdan o'tgandan keyin O'zbekistondagi boshqaruvni va kadrlar siyosatini 100% o'z qo'liga olgan edi. Chunki u Moskvaning odami edi. Usmonxo'jayev esa bor yo'g'i Moskvaning topshiriqlarini so'zsiz bajaradigan rahbar sifatidagi bir siymo edi desak ham bo'ladi. Qallibek Kamolov bilan qisqa bo'lib o'tgan suhbatlardan shu narsa ayon bo'ladiki, Usmonxo'jayev aytadilarki, sizga deydi KPSS markaziy komitetidan Moskvadan buyruq keldi. 15-iyuldan boshlab siz diplomatik xizmatga yuborilasiz. Shuning uchun tezlik bilan Moskvaga boring va Kremlda ligachokka uchrang deydi. Shunday qilib Qallibek Kamolov sobiq ittifoqning Ruminiyadagi bosh konsul bo'lib 2 yil ishlaydi. Qoraqalpog'istonga esa Qaqimbek Salixov birinchi rahbar etib tayinlanadi. U Moskvadagi plenumda Qallibek aka, men sizga itlik qilmayman degan edi. Ammo afsuski, meni o'rnimda ish boshlagan Salixov ustimdan bir necha marta chaquv arizasini yozib, so'zidan qaytib, itdan ham battar yomonlik qildi deb yozadi Qallibek og'a. Natijada Qallibek Kamolov Ruminiyadan chaqirib olinadi va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qaqimbek Salixov Qallibek Kamolovni Qoraqalpog'istonning iqtisodini qulatgan odam deb ayblagan. Undan unumli foydalangan gidilyanchilar to'dasi Qallibek Kamolovga nisbatan turli tuhmatlarni yog'dira boshladi. Qallibek Kamolov ham qamaldilar.
u kishiga qanaqa ayb qo'ydi? U kishiga shu hammasining bularning asosiy nimasi pora berish olish bilan bog'liq. Shuni qandaydir bir formada bir joylarimda ilib gapirtirganmi bir narsa bo'lgan. U odam unday narsalarga zarur inson emas edi hech vaqt. Juda zo'r ishladi, zo'r ishlashdik biz. Endi bilamiz-ku shu yosh vaqtimizdan boshlab shu odamni top shu ish 84-yil bo'lsa, ish oxirigacha ko'rib bilib birga ishlashib yurgan inson, ulug' inson. Shu insonni qadr qimmatini juda biladigan inson. Yana eng muhimi haligi aytganimdek, kadrlarni tanlab bilish qobiliyatiga qoyil qolish kerak edi u Qalbek Kamolovning. Tepaning buyurtmasi edi u gaplar. Gap shunday edi, Sharof akani beobro'y qilish kerak, poraxo'rga chiqarish kerak. Shuning oqibati bilan bo'ldi bu gaplar. Endi u hayotda bir yarim momentlar bo'ladi, lekin bular o'ylagandek bu darajadagi gaplar hech qanday bo'lgan emas. Bu yerda asosiy maqsad Sharof Rashidovni badnom qilish uchun Qalbek Kamolovga o'xshagan uning atrofidagi rahbarlarni, mas'ul shaxslarni ham badnom qilish niyati bor edi. Bu ishlarning boshida oldin Andropov, undan keyin Ligachov va Gorbachevlar turdi. So'dan so'ng barini Qalbek Kamolovga chiqarib, Kamolovga ne berding, Kamolov nega seni ministr qildi, Kamolov seni nega qanday yaqinliging bor, qancha so'm para berding degan qusag'an juda bir jasalma qo'rqitib orqali paketlab to'plab, eng kechinde Qalbek Kamolovga yetib, endi markaz bilan O'ray bilan kelishgan bo'lish kerak. Qalbek Kamolov chaqirtib oldi. Keyin Qalbek Kamolov tergovga tushdi. Tergovdan keyin endi Moskvada bo'ldi bu kishi. Moskvada bu odamga jil kesildi. Endi bilasizmi, ko'p odamlar qiynaldi bu yoqda. Qiynalganda qanday? Burun raykomga birinchi sekretar bo'lgan, savxozga direktor bo'lgan, kolxozga rais bo'lgan odamlarning barini qoldirmasdan chaqirib tergib, sen Kamolovga necha so'm berding? Kamolovga ne berding? Necha seni rais qildi? Necha seni savxoz direktor qildi? O'g'il aytadi, men savxoz direktor qildim, mening hech nima yo'q. Yo'q, sen deydi. Kamolovga ko'rsatib berim kerak. Aytmuratga ko'rsatib berim kerak. Даже ma'gan Erejim Aytmash aytib berdi, so'ng mening raisi bular birga jatdi. Bir narsani aytib berdi, ma'gan dedi, "Gidilyan tunda kelib Aytmuratov 50 adamdan para aldım deb 50 adamның familiyasini azanda jazasan, azanga çekim. So'ning 4'ü 5'ün Qalbek Kamolovga asıldırasan, söyleyip yazıp koyasan. Eğer onday qilmasang, men seni paraboz qilaman. Paraboz degan vысший eng jo'xari jazo ekan ol. Hamma jazoning oldinda ketadigan, paraboz poyezdning oldinda ketadigan jo'xari jazo. Endi ozroq mulohaza yuritamiz. Juda ko'p siyosatchilar va Sharof Rashidovning shogirdlari va safdoshlari mudom bitta gapga urg'u beradilar. Agar Usmonxo'jayevning o'rniga o'sha paytda O'zbekiston Vazirlar Kengashining raisi bo'lib ishlayotgan Normuhammad Jo'rayevich Xudoyberdiyev birinchi rahbar bo'lganida bu kabi zo'ravonliklar, xalqimizga zug'umlar bo'lmas edi. Chunki Normuhammad Xudoyberdiyev o'ta qat'iyatli, adolatni yaxshi ko'radigan va har qanday Moskvadan beriladigan topshiriqlarni so'zsiz bajarmaydigan rahbar edi degan gapni aytadilar. Balki haqiqatdan ham Normuhammad Jo'rayevich Xudoyberdiyev Usmonxo'jayevning o'rniga birinchi rahbar bo'lganda shunday haqoratlarga, shunday ta'qiblarga xalqimiz duchor bo'lmasdi balki. Lekin afsuski, taqdirning bitiklarini qarangki, O'zbekistonga birinchi rahbar bo'lish Inomjon Usmonxo'jayevning peshonasiga bitilgan ekan. Bugungi hujjatli filmimiz qahramoni Qalbek Kamolov ham Usmonxo'jayevni yaxshi odam, yaxshi inson edi, lekin u Moskvaning chizgan chizig'idan chiqa olmas edi. Ularning buyruqlarini so'zsiz bajarardi. O'shaning uchun ham ular Xudoyberdiyevning o'rniga Usmonxo'jayev nomzodini tanladi. Sharof Rashidovdan o'tgandan keyin Usmonxo'jayev bo'ldi.
Ikkinchi sekretar Asetrof bilan birga Xudoyberdiyev 9 yil zamporat bo'ldim. Xudoyberganim sonday aqlli odam edim. Aqlli, sonday perspektivli. Sovmindi raisi. Soni qo'yganda bunaqa gap bo'lmas edi. Demak, Usmon Xo'jayev o'rniga Xudoyberdiyev bo'lganda yaxshi bo'lardi deysizmi? Agar Xudoyberdiyev bo'lganda hech o'zgarish bo'lmas edi. Usmon Xo'jayev sekretar bo'lgandan keyin men SKK partiyasining plenumida a'zo bo'ldim. 4 sozib, 6 sozib siyosatga qatnashdim. Men endi o'zi ishlamas edim Ruminiyada. Kandidat ishidan SKK partiyasi bo'lgandan keldim. Plenumda shuni söyledi Usmon Xo'jayev. Bizda kadr az, bizga kadr berilmaydi. O'shanda Qarabashovning diktovkasi. Undagi maqsad Toshkentning general prokurori. Hamma oblast prokurorlarini Moskvadan adam jo'ydi. Shunday. Ular qazdi. Buturlin keldi, bosh prokuror, ichki ishlar vaziri, Toshkent shahar hokimi, hammasi Rossiyadan keldi. Hamma oblastlardan. Hamma oblastda ham shunday bo'ldi. 3 musulmon mamlakatning boshchisi siyosiy byurosining a'zosi edi. Birinchi Qo'nayev, ikkinchi Geydar Aliyev, uchinchi Rashidov. Uchovini ham o'rnidan bo'shatdi. Gorbachyovni bizni xalqimizda adovati bo'lganmi? Ha. O'zbek xalqiga odamlarga azob berib, odamlarga janashlab, urib, qon chiqqancha urib odamlarga 7 ming odam qamoqda bo'ldi. Qamalda. Hammasi bo'lgan Vinovat Gorbachyov, ikkinchi Usmon Xo'jayev. O'raydan sho'rkunlashgan paxta isi, o'zbek isi degan jalaning natijasida o'zbek xalqining obro'yini tushiruvga, o'zbek xalqining burundan keltirgan ulkan mentalitetin, ulkan ilmin, ulkan bilimliligin basıp tashlash uchun bu dela ish sho'rkunlashtirib O'zbekistonning ziyolilarini shekan qiladi. Necha odamlar zaya bo'ldi. Necha boshchilar o'zini o'ltirdi. Arga namusga chidamay o'ldi. Arga namusga. Al endi bu жағдайда Qalbek agada jallatlarning panjasiga tushdi. Usmon Xo'jayev atrofida hamma sekretarlari, obkom sekretarlari birlashib Gorbachyovga norozilik bildirsa bo'larmidi? Bo'lmadi-ku. Endi Khrushchev, Gorbachyov, Yeltsin bularning uchovi Rossiyani qulatdi. Uchovi. Androp jamadan. Androp o'zbek ismini boshlagan Androp. Melxum degan KGBning boshlig'i. Sol Buxoroda reviziya qilib, Buxoroda bir uydan aqsha topib, uni qamoqqa oldi. Muzaffarov. Sonra odan keyin Melxum жұмыстан жіберді. Men жұмыстан босап Moskvada bo'lganda Melxum Moskvada ko'rishdim. 2 soat söylestim. Men avukatga chaqirdim. Sonra aytdi o'g'li, men dedi hamma kamchiliklarni aytib berdim dedik Antropga. Antrop Gorbachyov ikkovi O'zbekistonning жұмысын etga soladi. Agar Melxumni jibirmay O'zbekistonda boshqa жұмыс berib qolganda bu narsa bo'lmas edi. Men Sharof Rashidovga pora berganman degan iddaoni Qalbek Kamolov aytganligi bilan bog'liq ijtimoiy tarmoqlarda suhbat aylandi. Biz ana shu suhbat haqiqatdan ham o'z xohishi bilan aytilganmi yoki bu suhbat zug'um ostida, qiynoqlar ostida va bir qancha aytib bo'lmaydigan ma'naviy va ruhiy tazyiqlar ostida Qalbek Kamolovdan yozib olinganmi degan savolni o'rtaga qo'yib o'zimizcha javob izladik. Keyin ayrim odamlar aytadiki,
Qalbek og'ani tergovda majburlaganda pora berganmisan deganda pora berganman deb aytdilar deydi. Yo'q. O'ylaga bormiz. Demak, siz Rashidovga xiyonat qilmadingiz. Men Rashidovni onun adamgarchiligin, onun bilimin, onun xalqni silo. Xudo xohlasa degan so'zni unutmadi. Xudoni unutgan yo'q. Rashidov sonday shaxs adam. Akko'krak, adamgarchiligi. Hech vaqtda og'zidan yomon so'z chiqmaydi. Bu aytadi. Yigitni saynamoqchi bo'lsang, hamal ber. Qo'lina prava tegandan keyin Xudoyni unutib ketadi. Dedi. Odan keyin Tojikistonning Urdaki filosof o aytgan, 1000 do'stim bo'lsa az, bir dushmanim bo'lsa ko'p degan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 1992-yil 16-apreldagi SSSR Oliy sudining 1989-yildagi Qallibek Kamolovga nisbatan chiqargan hukmini, shuningdek unga berilgan mukofotlarni bekor qilish qarorini ham bekor qilib, mehnat qahramoni va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan iqtisodchi unvonlari qayta tiklandi. Qallibek og'aning ustidan chaquvlar uyushtirgan Salihov nima uchun bu qadar yomonlik qilgani haqida so'raganimizda, men uni yaqindan tanimayman, ammo mening o'rnimga o'tirgandan keyin o'zimizni ayrim mahalliy kadrlar meni orqamdan yomonlab nimalar deganlarigacha aytib berishdi. Men ularni qatorlashtirib, ayblovlarni bo'yniga qo'yishdan yiroqman. Bunday ishni o'zimga munosib ko'rmayman. O'ch olish menga yot illat. Biroq birgina ko'nglimni og'ritgani shuki, mening qo'llab-quvvatlashim evaziga turli lavozimlarda uzoq yillar ishlab, obro'-e'tibor qozongan qo'sh tirnoq ichidagi azamatlar meni yomonlab, yangi kelgan rahbarni qo'yniga kirib olishdi. Kimning tarixi pishsa, o'shaning chumchug'i bo'lib ketaveradigan bunday kimsalarni xalqimiz yaxshi biladi. Manfaat uchun hech balodan qaytmaydigan bunday kimsalarni borligiga o'kinaman, deydi Qallibek og'a og'ir xo'rsinib. Liderlar, bunaqa alp o'g'lonlar har kuni tug'ilib bermaydi. Bularning buyukligida ham shunda aslida. Bir Allohning bergan ne'mati qalbiga mehrni ham, istidodni ham, aqlni ham, tafakkurni ham, dunyoni keng ko'rish, hamma o'sha fazilati bilan birga xalqning og'irini yengil qilish, xalqning dardi bilan yig'lash, xalqning dardi bilan uxlab xalqning dardi bilan uyg'onishdek, o'sha dard bilan yashashdek og'ir dard ham berar ekan. Lekin shunga qaramasdan otamiz mana 2 asrni bir-biriga bog'lab yashab kelmoqda. Qallibek og'a Qoraqalpoq xalqining ma'naviy darg'asi. Qallibek og'aning bugun hayotda bo'lishi, hali ham tetik bo'lishi, hali ham xalqning duosida bo'lishi biz uchun ma'naviy kuch. Xudo xolasa 4 oydan keyin Jujasga shaman degan niyatim bor. Ulkan tarixiy voqealarda ishini alatog'in jas. Men jasdan boshlab yerimning, xalqimning egiligi uchun Qoraqalpog'iston xalqining, O'zbekiston xalqining rivojlangan yerga aylanuvina azamatlik ulas xosim. 100 yillik inson Qallibek Kamolovning muhim xususiyatlaridan yana biri hozirgacha har kuni 30 bet kitob o'qishlari va o'qigan sahifalarga bog'liq paydo bo'lgan fikrlarni yozib qo'yish odatlarining borligidir. Kitob o'qishdan qo'rqadigan avlod shakllanayotgan bir zamonda bunday odamlarning borligi noyob hodisadir. 100 yillik odamning xotirasida bo'lib o'tgan voqealarning bor bo'yicha saqlanib qolganligi, kitob, gazeta va jurnallarni ko'zoynaksiz o'qishlari ham ajib bir hayrat va havasga loyiq. Xullas, ushbu hujjatli film orqali davlat va jamoat arbobi Qallibek Kamolovning bir asrlik hayot yo'liga turli nuqtalardan turib yondoshishga harakat qildik. Unda aytilgan fikr-mulohazalar, tahlili va xulosalashni esa sizning hukmingizga qoldirdik.